Нурбек Андижанский представляет. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, bu qurtlarni tushiradigan doktormisiz siz? Ha, to'g'ri tushdingiz aka, nima xizmat? Aa, Meni yoshligimda hamma ko'tingda qurting bor deyishardi. O'sha Aha. bilsam u ichagimda ekan. Ko'tingizda bo'lmaydi, ichagingizda bo'ladi aka. O'sha shular darmetlarni men yoshligimdan beri baqirib kelaman. Aha. Eshityapman. Bular menga pul to'lamayapti-yu, ovqat yesam yarmini yeyishyapti ichimda. Qiziq ekansiz aka, yemang unda ovqat. Alimentga bersam bo'lmaydimi? Ay bala, inangizni amini alimentga bering, bolalaringizni da alimentga beradi. Bachalingizga qo'taqim, asamimizda tarozatingiz cho'rniga tiqib qo'ygansiz. Keyin qornim ochligida Nima amlataga o'xsha uqalanyapsiz? Oldimda odam bor. Tez gapiring aka. degan ovoz kelyapti-da ichimdan. Endi aka hammani qonni ochgandan keyin shunaqa ovoz chiqadi-da, aka shunga mazgingni sikmang aka, jon aka. Mana ishonmasiz. Bular tepadan ovqat tushami? Bu qanaqa ichakka kirib bular pastkuda bular ovqat deydi. Pidarak. Doktor Tota ayt bunga ovqat yesin, zabi och qoldi-ku. Qorin amay kirib ketdi. Menga so'kayapti mana qurt to'ta klizma qilib yuboraman kanto. Kallengizni kapotiga asizki, qurtlar bilan gaplashyapsizmi? Basharingizni qo'tag'im.